Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Qashqar Uyg'ur nashriyoti 1999-yil 4-oyda birinchi qitim nashr qilgan roman Sarson Ruh, avtori Ahad Turdi. Birinchi qism, 10-bob. Karachidagi taqozzoliq. Birinchi. Hilim Shahning o'limi go'yo Atxonga yarashgandek ish bo'ldi. Agar u sakrat oldida ashu 20 tillani Atxonga amonat qilib bermagan bo'lsa, Atxon bilan Akbarning hayoti ig'ir xavf ostida qolgan bo'ladi. Ular haj uchun Arabistonga berish u yoqda tursin, jinini beqish uchunla namratlik qoplagan mushu yurtda hammollik, jesakchilik va yunduxo'rlik qilishi kerak edi. Qachonki o'z hajidan ishinib yetarlik pul yig'alsa, ondan Arabistonga yoki o'z yurti tarafga qo'zg'ala oladi. Lekin bu qachon, qancha yilda ish oshidi, buni tasavvur qilish tez edi. Balki Atxonning keyingi butkul umri yo'qsizlik, muhtojlik va sarsonlik bilan mushu yerda o'tib ketishi mumkin edi. Atxon shularni o'ylasa tini shurkunib, vahima bosatdi. Allohning o'zini Hilim Shahning qo'li bilan bu dunyoning ashunda xo'rliq va azob uqubatlardan qutuldirib qolganligiga chin ko'ngildan shukr sana aytadi. Shunga u har vaqtlik namozda Hilim Shahning ro'yiga atab uzoqdan uzoq duo qiladi. Ba'zi kunlari tuproq beshiga chiqib, uning g'arib qabrisi oldida yukinib o'ltirib, Qur'on tilovat qiladi. Bundaq chaqda Atxon Allohni guvoh qilib, hajdan qaytib borgandan keyin amonatni o'z joyiga saq salomat topshirishdan boshqa ashu narisida qizga atadorchilik qilishni Hilim Shah yetkazishga ulgurolmagan ota mehrini haslab yetkazishni ko'ngliga pukatdi. Hilim Shah o'lib 7-kuni Atxon Yahya xo'janing oshxonasiga qozon esib, yurt odati bo'yicha yog' puratdi. O'z qo'li bilan polo etib, shu yerdagi yetim yesirlarga nazr qilib berdi va shu kuni tushdan keyin Akbar bilan musofirlar qabristonligiga chiqib Qur'on o'qidi. Atrofda uchib yurgan jon-jonivorlarga don chashdi. Atxonning aqidasi bo'yicha aytganda, odam o'lganda ruhi qushqa aylanadi. Shunga u beshi ustida agib yurgan qushlarga don chechitib Akbarga: "Yiningga uchib kelgan qushlarni urkutma bolam. Ular sana keraklik nurg'un hikmatlarni aytib beradi. Darddan zidi bo'lgan yurakingga shifo bo'ladi. Alamdan siqilgan ruhingni ko'taradi" deb topildi. Hilim Shahning oxiratlik ishlari tugidi. Atxon amdi bu qarg'ish takkur yurtdan tezroq ketishga oldirdi. Ikkinchi. Akbar ko'z oldida ayon bo'lgan bu poyansiz suvga qarab hayratda qoldi. Qashqarda o'zi cho'milib o'ynagan tuman daryosini dunyodagi eng cho'ng daryo, eng qudratli suv deb qaraydigan bu sodda bola uchun Karachi shahrini yeshillik, namxush havo va tugumas bitmas boyliqlar bilan ta'minlab turadigan Arab dengizining bepoyon suvi haqiqatan bir mo'jizdek ko'rindi. Akbar to'ymas ishtiyoq va zo'qmanlik bilan tinimsiz chayqalib, ufqunlab turgan dengiz bo'yiga keldi. Dengiz haybatlik guruldaydi. Go'yo mangu herib charchashni bilmaydigan tilsimatdek nara tartib xarsang toshlarga uriladi. Dengizning nashbut chechaklaridek bujg'un chachirtib turgan ko'kish, suzuk tomchilari quyosh nurida yaltiraydi, jimirlaydi. Uning ufuq bilan so'yishib ketgan ko'z yetkusiz yiroq chetida go'yo usta rassomning qo'li bilan sizilgan go'zal rasmdek bir yeshillik olimi paydo bo'lib, qarigan odamning ko'nglida bir xil keng va rohatlik sezim his qiladi. Akbar yurtdan ayrilgandan beri mana bugun tunji qitim ko'ksi qarni echilib, rohatlik nafas oldi. Dengiz uningga azaldan ko'rilib boqmagan bir xil ozodlik, yuksaklik va erkinlik tuyg'usi baxsh etgan edi. Shunga Akbar dengiz bo'yida vaqtning qandoq o'tganligini sezmay, kun patqucha turib qoldi. Kunning dengizga ashu poyansiz suvning dal o'ttirisiga petib ketayotganligini ko'rganda, uning hayojini, zo'qlanishi va hayronligi texmu yuqori pallaga chiqdi. Tapti yongan o'tliq shardek qip-qizil quyosh ufqqa bosh qo'yganda,
dengiz texmu haybatlik, saltanatlik tusga kirdi. Su nur bilan chayqalib, nur bilan ranglanib, dengizda suv emas, go'yo nur va harorat kuvajayotgandek sirliq, juloliq, mardona bir manzara paydo bo'ldi. Agar hamrohlari chaqirib saroyga qaytimiz demagan bo'lsa, Akbar dengizga mahliya bo'lib, texi bu yerda oyning chiqishini kutgan bo'ladi. Atxon bilan Akbarning Karachiga kelganiga mana bugun bir hafta bo'ldi. Ular bu yerga kelgan kunning ertasi burunqi hamrohlari bilan uchrashib qoldi. Ularning texicha Arabistonga mangolmay, bu yerda musofir bo'lib yurganligidan hayron bo'lishdi. Paraxutga bilet ololmay yetyapmiz, dedi Musa Danqan Atxon bilan ko'rishganligiga xushal bo'lib. To'la saqlab enkimizmi tushib qolay dedi. Atxon taajjub bilan so'radi. 2 oygacha ololmaydigan qandoq bilet ekan u? Bu ishning tegi-taktini bizmi bilmadik, Atxon, dedi Musa Danqan hayronlik ham tititlik bilan. Eliqi Hoji Bishi degan kishilarmi mana deydi, ana deydi, lekin bilet qo'limizga tegmayotidi. Musa Danqan o'zlarining Karachiga kelgandan keyingi ishlarini bir qo'r so'zlab berdi. Ular bu yerga kelibla Baxtarxon bergan adres bo'yicha Hoji Bishi deb ataladigan Salay hojim, Nadir hojim, Barat hojim degan kishilar bilan ko'rishibdi. Ular xilib burunla hajga chiqib qaytish vaqtida har xil sabablar bilan mushu yerda o'ltiraqlashib qolgan yurtdoshlar ekan. Agar ular bilan uchrashmagan bo'lsa, hamma yer toshqin suvdek yopirilib kelgan musofir ko'chmanlar bilan to'shib, muhtojlik, nomratlik va parakandichilik qoplab ketgan bu shaharda ularning nima qismatlarga yo'liqishini tasavvur qilish tas ekan. Ular poyezddan tushibla ashu Hoji Bishilarni tepib ko'rishibdi. Ular rastilla boshpana bo'pti. Dastlab Karachidagi cho'ng hojixonaga haqsiz o'rinlashtiribdi. Keyin hojixonada o'tkir yuqumliq kasal tarqab ketganda, ularni yo'tkab o'zlari ochgan oshxonaning orqasidagi bo'sh yerga chidir tikib o'rinlashtiribdi. Ondan ularning har biridan 400 rupiyadan pul elib, paraxut bileti ilib bermoqchi bo'pti. Lekin bilet hozirgacha qo'lga tegmabdi. Hoji Bishilarning aytishicha, paraxutga bilet sotadiganlar ulardan har xil qusur tepib, bilet berishga o'nmayotibdi. Aeroplanda yo'lga salayli desa, bir bilet 1300 rupiya bo'lg'achqa, ular Arabistonga barmayla yanchuqining quruqtilib ketishidan qo'rqibdi. Shunga amalsiz Hoji Bishilarning sabr qilinglar, munosabatlik o'rinlar bilan so'zlashyapmiz, pat arada hal bo'ladi degan gapi bo'yicha saqlab yetibdi. Voy xudoyim-ey, bu nimandaq dard asri ko'p safar ha, dedi Musa Danqan jili bo'lgan holda tortib. Bundaq yetaversak, pul puchkimiz tugab, asta-asta ilm devoniga aylanib qoldiga o'xshaymiz. Xudoyim yana o'zi oson qiladi, Musraxon, dedi Atxon ham tasalli ham tanbih ohangda. Allah o'z bandasining e'tiqodini, iymonini sinash uchun mushundaq mushkul, qiyin safarlarni iroda qilgan. Har qanday ishda banda oldirgan bilan Xudo oldirmaydi. Bu yerdagi rizqimiz qachon tugasa, shu chaqda qo'zg'alamiz. Buni mo Xudo o'zi o'rlashtirgan. Musa Danqan shundoq degenicha beshini lingshitdi. Lekin ko'ngilda shavqun suranga to'lgan bu tensiz yerdan bir kun bo'lsa-mu tezroq ketishni arzu qiladi. Ular yana uzoq paranglashdi. Parang ichida Helimsha to'g'risidagi gaplar xili ko'p bo'ldi. Hammasi uning vaqtsiz o'limiga ichindi. Yot yurtda g'arib kepan bo'lib qolganligidan qattiq hasratlandi. Parang ichida yana Hoji Molla to'g'risidagi gaplar bo'ldi. "Men ko'rmadim", dedi Musa Danqan uning ishini aslab. Ko'rganlarni aytishicha, u bir oyning oldida Ravalpindidan kelib Hindistonga ketibdimish. Hindistonga? Bu xabarni anglab Atxon hayron bo'ldi. Keyin ko'ngildan bir fikr kechib, balkim yo'ldagi ashu gunohlik ish tufaylidan haramga berishni nomus bilib Hindistonga ketgan o'xshaydi deganlarni o'ylab qoldi. "Bo'pti, nadili bo'lsa salomat bo'lsin", dedi u chini ko'nglidan chiqarib. "Odam bolasi ko'proq dunyo ko'rib, iymonini quvvat topqizgan yaxshi.
Musa Danqan necha vaqtdan beri bo'ruqtirma, tit bo'lib ruhi tushib ketgan edi. Әмді Atxon bilan so'zlashib, muңdishib, o'zini xili yiniklab qolgandek his qildi. Yolg'iz Musa Danqanla emas, ularning hammasi bu qitim Atxon bilan qayta jam bo'lganligidan xushal edi. Ular mushundaq ko'ksi qarni keng, shukr qanoatchan, aqli o'sha joyda bir odamning o'zlariga bosh bo'lib bundaq uzun va mushkul safarning o'ddisidan chiqishini o'zlarining baxt tali deb bilatdi. Taqazzoliq ichidagi kutish bilan yana 10 kun jimjit o'tib ketdi. Karachining havosimi asta-asta sovib, atigini oqshimi gajiga qo'raydigan bo'lib qoldi. To'la kutib, taqati taq bo'lgan bir nechaylan oxir hoji bishilarning yaqsidan elib, paraxut biletini talab qildi. Bu chaqda ularmi va'daga vafo qilolmaganliklaridan xijil bo'lib, yavaşlashib qolgan edi. Şuna bugün ularning ichidagi yüzlükrak kelgan Salay hojim yep-yangi bir İran gelimini velosipedning orqaga tengib, Atxon, Musa Danqan va yana bir necha velosipedlarni agashtirib, paraxutga bilet sotadigan Hoji Kab degan yerga ilib keldi. Bu yerning oqsoqli Dipabay degan kishi gavdilik, yo'g'on qo'saq, kilangsiz odam edi. U doim beshiga yo'g'on qara dastar o'rab, qo'lida ilmak nizam tayiqi tutgan holda yuratdi. Hoji Kabda odam ko'p edi. Har qaysi davlatlardan kelgan haj qilg'uvchilarga bas-basta bilet setilyotdi. Salay hojim Dipabayning orqasiga tushib so'zlashmoqchi bo'ldi. Lekin Dipabay nazar guzurgimi olmay o'zining ishini qilaverdi. Faqat Salay hojim velosipedning orqasidagi gilamni ishora qilib bir narsalarni degandilar. Ondan u bir oz ichilib, Salay hojim bilan ordu tilida vichirlashib so'zlashib ketdi. Bu oqsoqolning deyishcha, dedi Salay hojim bir chaqda uning gapini tarjim qilib, bizning hozirgacha bilet ololmasligimizga sabab bizda darxas yo'q ekan. Darxas uqtirish, yo'llanma degan ma'nolarda. Hukumatinglar bularga darxas yo'llamabdi. Bular har qaysi davlatlarning o'ziga qilgan darxasga asosan tayyorlik qiladi ekan. Arabistonmi shuningga qarab qabul qiladi ekan. Shunga bizga bilet setib berilmaydi ekan. 2 oydan ortiq saqlab, endi erishgan javobimiz shu bo'ldimi? Dedi Musa Danqan ochiqdan bo'g'ilib. Salay hojim bu gapnimi Dipabayga uqtirdi. U nizam tayiqini o'ynatib turib mundaq dedi. Biz kutdik. Davlatinglardan darxas kelib qolarmikin deb kutdik, dedi u va Salay hojimni imo qilib. Biz o'z vaqtida mav odamlarga shu gapni qilib kutishni aytgan, ammo davlatinglardan hozirgacha xabar bo'lmadi. Yana kutamdik, so'radi Atxon taqazzo bo'lib. Bizda amal yo'q, dedi Dipabay parvosizlarcha. Darxas bo'lmasa bilet setib bergili bo'lmaydi. Bu prinsip. Gap shuning bilan uzildi. Salay hojim bir gilamni hadiya qilib, yurtdoshlari oldida xijillikdan qutulib o'zini oqlagandek bo'ldi. Ammo u yurtdoshlarining hozirgi osal ahvoliga hissdoshlik qiladi. Shuncha vaqt behuda kutib, nurg'un mol dunyosidan ayrilib, yana ma'lmayotganligidan qayg'uradi. Agar ular shu piti ketaversa, muqaddas haj tavob umidi yo'qqa chiqqandan sirt ularni yo'qsizlik, muhtojlik va g'iriblik kulpiti besib, ichinishlik oqibatlarga mubtalo bo'lib qoladi. U chaqda 3 nafar hoji beshiningmi buncha ko'p odamni halokat dengizidan qutuldirishga majoli yetmaydi. Bu ishlar burun mundaq tez, murakkab emas edi, dedi Salay hojim ko'ngli yerim bo'lgan holda. Yangi hukumatning siyosatlari yangi ching bo'lib ketdi. Bugun sizlar bilet sotadigan boshliqning gapini o'z quloqinglar bilan angladinglar. U yerda umid yo'q. Endi ishni boshqa yo'l bilan hal qilishga kirishaylik. Biz yaqinda Karachidagi cho'ng bir amaldorning yo'lini mengayotgan. Shuni qo'lga keltirsakla biletdan umid bor. Ular Hoji Kabdan qaytmoqchi bo'ldi. Lekin Tayaji ismli bir qari mo'ysbit odam mijozim yaxshi emas, sal o'ltirib olayli degachga ular yana paranglashib o'ltirdi. Shu chaqda Dipabay ishdan tushib, cheketga shakllik kichik mashinasiga o'ltirib qaytmoqchi bo'ldi. Tayaji
xili burunla mudish bir xiyolni ko'ngliga pukib, ashu mashinaning qo'zg'alishini kutib turgan edi. Mashina asta qo'zg'alib ularga yaqin keldi. Tayaji ajoyib bir talva kuchning turtkisi bilan lekkida o'rnidan turib mashinaning oldiga o'zini otdi va bo'g'iq ovozda qahri bilan varqirdi. Bunda qiynug'icha yo jinimni ol, yo bilet ber. Normal suratda kelayotgan mashina yo'lda to'g'ri yotgan tayajiga 2 g'irich qolganda qattiq tormozdan silkinib, jalaqlab to'xtadi. Qo'rqqanidan chiroylari tatirib ketgan Depabay nizam tayiqini shiltig'inicha mashinadan tushib, ola tag'il to'lab ketdi. Angacha mashinaning atrofiga gurrida odam o'lishib, uni bir chetga chiqarib qo'ydi. Kishilar tayajiga qarab bir narsalarni deyishatdi. Ba'zilar kulatdi. Ba'zilar taajjub bilan uning bechora, notvan qiyofatiga qarab turadi. Demisimi, uning qiriliq yetgan nursiz ko'zlarida yosh lig'irlab, yadang'urab ketgan yuzlaridan kishining ichini og'ritqidek mung va hasrat chiqib turadi. Shu asnoda uchsiga uzun oq yipak ko'nglik, beshiga qora salla o'rgan o'ttir bo'y, xushchiroy bir arab bu yerga kelib qoldi. U Tayajining nima uchun o'limga tavakkul qilganligining sababini surishtirib bilib, qattiq hayajonlandi. O'z dadisi dematlik muloyim, rayish, bir odamning e'tiqod yo'lda shuncha uzun, jafoliq safarlarni besib kelib, yana o'limni pisand qilmay, isyonkorlik bilan mashinaning oldiga o'zini tashlagan fidokor ruhidan cho'nqur ta'sirlandi. Shunga u avval o'zini tunishtirdi. Uning ismi Muhammad ibn Ja'far bo'lib, Arabistonning Karachida turishliq konsulxonasining muhim arbobi edi. Ondan u Tayaji va Atxon qatorliq bir nechalarga tasalli berib mundaq dedi: "Sizlar sabr qilib turinglar. Alloh sizlarni mushu yergacha chaqirib kelgan ekan, cho'qim Baytullohga berib haj tavob qila olasizlar. Hozir Pokistonda yangi hukumat qurildi. Shunga bular prinsipda, siyosatda ching turdi. Men darhol Arabistonga Malik Abdul Azizga yo'llab, sizlarning ahvolinglarni ma'lum qilaman. Inshaalloh yaxshi xabar keladi. Sizlar xotirjam kutib turinglar." Bu tasodifiy uchrashish va yesdashlikqa to'lgan yaxshi so'zlar ularning umidsizlik bilan mo'langan ko'ngillarini xuddi bahor yomg'iridek yoshartib ichildirvatdi. Ular Haji Kabdin xushal qaytib, bu xush xabarni taqozolik ichida qolgan boshqa hamrohlarga ham yetkazdi. 3. Hayot xuddi bir iqinga, ba'zida o'qchub turmallab, ba'zida sukutga cho'mib jimjit oqadigan sirliq, shiddatlik bir iqinga o'xshaydi. Karachi ko'chalarida bekorchilikdan zerikib, tinab tamtirab, butun kunlarini intizorlik ichida kutish bilan o'tkazayotgan bu musofirlar hozir xuddi ana shu sukutga cho'mib, jimjit iqiyotgan sirliq iqinga o'xshib qolgan edi. Kunlar o'tgan sari ularni g'ariblik, umidsizlik va tushkunlik besib ketyotdi. Muhammad ibn Ja'fardan teqicha xabar yo'q. U o'zi bularni izlashni aytgan edi. To'la saqlab, tit bo'lib ketgan Atxon bilan Musadanqon Arab konsulxonasini izlab tepib, 2-3 qatim u yerni agib marab baqdi. Lekin hech qanday natija bo'lmadi. Konsulxonaning eshigi oldiga barmay, Pokiston soqchilari qo'pollik bilan qo'g'libatdi. Ular yana nazarband qilingan odamdek uyda o'ltirib, sabrlik bilan kutdi. Lekin kunlar haftalar oyni qo'g'lab o'taverdi. Yangi yil uzab, No'ruzmu yaqinlashib qoldi. Ular pullarini shuncha qisib, jon saqlash uchunla g'o'rigul g'izolanib yurgan bo'lsa-mu, lekin qimmatchilik qoplab ketgan bu shaharda pullari g'azondek uchib, yonchuqlari barg'ansari yangillab ketdi. Atxonmu Ilimsha omonat qilgan pulning kundan kunga tugab ketishidan ansiraydigan bo'lib qoldi. Agar buning amalini qilmay mushundoq ketaversa, hammaylar ig'ir muhtojlik ichida qoladi. Atxon bir necha kun jiddiy o'ylanib ko'ngliga bir planni pukdi. Ondan hamrohlarini yig'ib mundoq dedi: "Qarindoshlar, yetib yaverishga tog'mu chidamaydi. Hozir hammamiz pulning g'amida qoldik. Taqdir qismatim nima bo'lsa shu bular deb yetaverib, biror ishning sababini qilmaslik yaxshi fazilat emas.
Meningcha biz bir yoqdan bosh, bir yangdan qo'l chiqarib harakat qilaylik. Harakatda barakat bo'ladi. Yaxshi gap bo'ldi. Qanday harakat qilamiz? Dedi Musa Tanqan darhol loqma tashlab. Atxon bir necha kundan beri o'ylagan xiyollarni, tuzgan planlarni oldirmay tafsiliy tushundirdi. Buni anglab ko'pchilik qoyil bo'ldi va rozilik bildirdi. Uning plani bo'yicha bo'lganda hammaylan o'xshash miqdorda dasmoya silib, buningga keraklik narsa buyumlarni setib olib, kimning qo'lidan qandoq ish kelsa, shuni qilish va oxirida foydani teng bo'lish edi. Bu samimiy, oqilona fikr hammaylanga yoqdi. Har kim o'zi qila oladigan ishlarni o'ttirga qo'ydi. Xuddi 5 barmoqning o'ziga tushliq hunar bor degandek, bu kollektiv ichidan qassobmi, navoiymi, zargarmi, mashinchimi, tunikchimi, vapurushmi, hammasi bor bo'lib chiqdi. Ko'pchilik birdek ovoz bilan pul boshqurishni Atxonga topshirdi va bu odam pul tutsa o'zlarining xotirjam bo'lganliklarini bildirdi. Shunday qilib, bir mezgil sukutga, jimjitlikqa cho'kkan o'lik iqin birdilla jonlanib, o'qchub, turmallab eqishga boshladi. Ayollar ikki guruhga bo'lib, to'shikka pishgan ikki ayol sangza, sambosa va quymoq soladigan bo'ldi. Yana ishiga puxta, qo'li chivar 3 ayol har xil raqtlardan ish kiyim tikadigan bo'ldi. Erlar 2-3 bo'lib qassoblik, navoiylik, tunikchilik qiladigan, oshqonlari ayollar tayyor qilgan narsalarni rasta, ko'cha yurib sotadigan bo'ldi. Tijorat tezda yurishib ketdi. Bu ishda Karachining o'y cho'nqurini, ipi-jipini obdan biladigan Salay hojim, Nadir hojimlar ularga yor yo'lak bo'lib qarindoshlik mehrini yetkazdi. Katta port hisoblanadigan bu avvat qaynoq shaharning iste'mol kuchi yuqori edi. Bo'libmi ayollar tayyorlagan mazilik, yeyishlik sangza, samboslar bilan tujuplab tikilgan arzon baholiq ichki kiyimlar bakmu bozor topdi. Amdi bu ishlarga ayollar yetisholmay, erlarmu yordamlashib ishlaydigan bo'ldi. Burun atigandan kechgacha bekorchilikdan lag'aylab, butun kunlarni behuda kutish, zerikish va umidsizlik ichida ma'nisiz o'tkazib, mijozi chochqun, sapra bo'lib ketgan bu odamlar amdi jiddiylik, xushallik va qiziq ilm sitim ichida kunlarning qandoq o'tganligini tuymay, turmush halakchiligi bilan hamisha aldirab yuradigan bo'ldi. Ular burun barmoq sanab kun o'tkazgan bo'lsa, amdi haftalarmi barmoq sanashga ulgurmaydigan bo'lib qoldi. Bugun tushdan keyin Akbar 3-qitim Patnusga silingan sangza, samboslarni ko'tarib dengiz bo'yidagi istirohat bog'chasiga keldi va randilab qo'ygandek bir parcha siyliq quramtash ustida o'ltirib, dengizni tomosha qilgach, xaridor kutishga boshladi. U varqirab, jarqirab tovlamasimi, davomli kelib turadigan cho'pqatli xaridorlari bor edi. Dengiz bo'yida aylanib, sayla sayohat qilayotgan har xil kiyim, har xil chiroydagi odamlar arqadan kelib uning sangza, samboslarini birdamda yarimlatib qo'ydi. Bir chaqda uning oldiga 60 yoshlardan oshgan bo'yi egiz, hustixonliq, rangi qaramtul, choch soqollari qo'yiq, noqut rang rida ustiga chaqmoqliq sur kostyum kiyib olgan, so'l qo'lining barmog'ida chech ko'zlik oltin uzuk parqirab turgan bir arab keldi. Uning kulib turgan ko'zlaridan muloyim, samimiyligi chiqib turadi. U Akbarni til bilmaydi degan xiyol bilan sambosini ko'rsatib, qo'l va ko'z ishorati orqali nechi pulga nechini berasan degan ma'nolarni uqtirdi. Lekin Akbar nihoyatda adab va takalluf bilan arabcha so'zlab ketdi. Uning talaffuzining aniq, tilining ravonligini anglab, eliqi arab hayron bo'ldi va bir xil qiziqish ham suyunish bilan uningdan so'radi. "O'g'lim, sen nereden keldin? Isming nima?" Akbar chaqmoqdek javob berdi. "Qashqariyadan keldim. Ismim Akbar." "Akbar?" dedi arab texmu qiziqib. "Nima degan yaxshi ism? Allohu akbar." U qo'llarini azon aytgandek qo'liqining hiniq opirib kulimsirdi. "Sen arabchani nada o'rgangan? Yurtinglarda madrasalar bormi?" "Bor, bir emas, bir nechisi bor," dedi Akbar faxrlanish tuyg'usi bilan. Davomi bor.